$1350 ga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'yinglar. Remont qilishlar ham vashcha arzon bo'lib ketdi. Remontmisan, remont bo'libdi. Uyingizni fasad qismini remont qilmoqchimisiz? Aynan bu video sizlar uchun remontchiga bitta baho berib qo'yinglar. Bugun bizlar 150 kvadratlik obyektga kelganmiz. Usta akamiz Shohruh aka tomonlarida mana shu obyekt $1350 ga bitkazib berilibdi. Narx vashcha zo'rmi? Usta haqi, mahsulot hamma narsasi ichida bo'lyapti. Faqat sizlar aziz shu yotar joy bilan ovqatlar qilib bersangiz bo'ladi. Qaranglar, mana shu chiroyli qilib bitkazib beradilar usta akamiz. So'mda esa 1 kvadrat metri 110 ming so'm bo'ladi. Dollarda bo'lsa $9 bo'lar ekan. $8 dan $10 gacha kvadrat metrlar narxi navolar. Devoringiz o'zi aslida qanday holatda bo'lishi kerak? Agarda shkaturka bo'lsa, usta akalarimiz kelib mana shu jiddiy tranjin tortishadi. Ustidan mana shu chiroyli qilib bitkazib berishadi. Naqd 6 sloy bo'ladi. Polirovka, lak, jemchuklargacha qilinadi. Agarda loy sovuqlik devorlar bo'lsa ham bo'ladi. Jiddiy tranjin qilsa faqat kafellik klesini xarid qilib bersalaringizga mana shu yoqqa chiroyli qilib tortib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar, aziz do'stlar, chiroyli qilib xizmat ko'rsatishadi. 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor. Qaysi viloyatdan kuzatyapsiz, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar ham mana shu narxda o'yingizni xuddi mana shunday remont qilgan bo'lasingiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring.